nima yesangiz ham, agar siz insulin bilan отношениеңizda insulinni to'g'irlab olmasangiz, foydasi yo'q. Oz yesangiz ham mana shu uglevod sizni belingiz atrofida yog' bo'lib qoplanadi. Aldanmanglar. Kaloriyaga emas, sifatga, nutritseptik plotnostga e'tibor beringlar. Уже kallarni ishlatadigan, hayotga boshqacha ko'z qaraydigan zamon keldi. Azizlarim, hozir internet olamida juda ham katta odamlarni aldash jarayoni ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, har xil prilojenelar ham chiqqan va mana shu prilojenelarni juda ko'p sizlar ixlos qilgan, sizlar tanigan, taniqli insonlar ham reklama qilib berishyapti. Filanchilar dietologlar ham bor. Lekin bitta muhim narsani esdan chiqarib qo'yishyapti. Ya'ni bunaqa narsalar oldindan bo'lgan biznes, marketingda yolg'onlar ko'p uchraydi. Faqat uni to'g'ri yoki noto'g'ri, haqiqatda foydali yoki foydasizligini ajratib olish uchun ilm kerak bo'ladi. Hozir sizlarga bir narsani aytaman. Qaranglar mana. Mana bu konfet va shokoladlar. Ularni biz yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi? Ularni yaxshi ko'ramiz. Va hozirgi ketayotgan aldovlardan biri bu. Ozishda inson ozishligi uchun kaloriyani hisoblash kerak. Bu eng to'g'ri narsa. Ya'ni kaloriyani hisoblaysan, kam kaloriya yesang, ozasan. Faqat yo'li, yagona yo'li shu. Mana og'izni yopishlik bilan sen yaxshi natijaga erishasan degan narsalar ko'payib ketdi va kaloriya hisoblaydigan prilojenelar ko'payib ketdi. Endi mana bu shirinlik. Shokolad. Mana bu esa go'sht. Yoki mana buni o'ylaylar. Topленое масло. Bu go'sht, bu yog', mana bu uglevod. Ya'ni tananing asosiy 3 ta materiali bo'lsa, uglevod, oqsil, yog'dan iborat. To'g'rimi? Endi kaloriya hisoblashda bitta muhim narsani bilib olishinglar kerak. Mana shu uglevodni 1 grammi 4 gram kaloriyasi bor. Oqsilda 1 grammida 4 gram kaloriya bor. Ya'ni kaloriya jihatidan uglevod bilan oqsil deyarli bir xil. Yog'da esa 1 grammida 9 gram kilokaloriya bor. Demak, yog' 9 kilokaloriya, oqsil 4 kilokaloriya, uglevod 4 kilokaloriya. Endi siz qancha kilokaloriya kam yesam shuncha ozaman deb, masalan, Snickersni yaxshi ko'rasiz yoki konfetlarni yaxshi ko'rasiz. Mana shuni o'zi bilan, chunki bunda kaloriya kam, tushunyapsizmi? Mana masalan, siz manuncha uglevod yesangiz, deylik, mana shuncha uglevod yesangiz, 1 kunlik kilokaloriya sarflaydigan bo'lsangiz, mana bu yog'dan bir qoshiqdan yesangiz, 1 kunlik kilokaloriya. Siz o'ylashingiz mumkin. Bundan men yog'dan ko'p yesam, kaloriyam oshib ketar ekan, semirib ketar ekanman. Lekin agar men undan yesam, ham maza qilib yeb olar ekanman, ham kaloriyasi past ekan. Men kaloriyamni o'zimni yaxshi ko'rgan narsalarim, xamirli, shirinliklar, kola, fantalarga sarflayman. Demak, kaloriyaga e'tibor bersam bo'ldi. Menga nimani yeyishim e'tibor yo'q ekan demak ozishda deb aldanayotgan bo'lishinglar mumkin. Lekin bu ham bir muhim narsa bor, hammani esdan chiqarib qo'ygan muhim narsa bor. Bu insonning tanasidagi gormonlar. Aynan insulin gormoni insonni yegan ovqatidagi, mana qarang, siz ovqat yeganingizda mana bu uglevod ham, mana bu oqsil ham, go'sht ham sizni qoningizga kirgandan keyin uglevod bo'lib boradi. Glyukozaga aylanadi. Glyukozaga aylanadi. Oqsil ham bu ham. Glyukozaga aylangandan keyin mana shu glyukozani kletkaga olib kirib, yog' qilib qoplash vazifasini insulin bajaradi. Demak, siz nima yesangiz ham, agar siz insulin bilan отношениеңizda insulinni to'g'irlab olmasangiz, foydasi yo'q. Deylik, siz hozir yog' yedingiz. Kilokaloriyasi ko'p. Bundan 2 barobar ko'p. 9000 kilokaloriya. Buni yeganingizdan keyin o'rtoqlar insulin reaksiya bermaydi, insulin uyg'onmaydi. Insulin buni kletkaga olib kirib sizga yog' qila olmaydi. Lekin siz ikkitagina konfet yeb qo'ysangiz, to'g'ri kilokaloriya jihatidan mana bu ikkalasidan bu pastroq. Ya'ni aynan yog'dan bu 2 barobar past. Masalan, 4 ta yesangiz ham buni kilokaloriyasini bosa olmasligingiz mumkin. Lekin siz buni yeyishingiz bilan insulin gormoni uyg'onadi. Insulin gormoni buni olib kletkaga olib kira oladi. Agar oltidan past bo'lsa, oltidan yuqori bo'ladigan bo'lsa, kletkaga olib kirmaydi, buni yog' qilib qoplaydi. Tushunasizmi? Oz yesangiz ham mana shu uglevod sizni belingiz atrofida yog' bo'lib qoplanadi. Lekin ko'p yesangiz ham mana bu yog' sizni stressda sizni поддержка qiluvchi kortizol gormoningizni ovqatib, sizni hayz kelishingiz uchun yoki testosteroningiz ishlashligi uchun, testosteron gormoni sizda paydo bo'lishi uchun uni pitaniyasi va sizni qon tomirlaringizni tozalashga, sizni jigaringizga поддержка berishga xizmat qiladi. Ya'ni kaloriyasi ko'p bo'lsa ham buni tanamizda bajaradigan ish ko'p. Mana bu esa oqsil. Bu ham juda ham foydali narsa. Butun tanamizning material hisoblanadi. Mana shu oqsilni ham endi men hozir qo'limda kolbasa borligicha kolbasani ko'rsatyapman va shu oqsil deganda sizlar tuxumni, tovuq go'shtlarini, mol go'shtlarini, qo'y go'shtlarini
mahsulotlarni, qattiqli mahsulotlarni tushunaverasizlar, foydali mahsulotlarni tushunaverasizlar. Mana shunaqa mahsulotlar kaloriya jihatidan bulardan yuqori bo'lgani bilan bular tanangizga kirgandan keyin insulinni birinchidan baland qilib olmaydi. Ikkinchidan sizni tanangizda bularni qiladigan vazifalar juda ham ko'p. Masalan, DNK. Sizni avlodingizda, sizni qoningizda, sizni geningizda juda ham buyuk insonlar yashagan bo'lishi mumkin va mana shu gen sizda ham bo'lishi mumkin, sizni farzandingizda ham bo'lishi, mana shu gen orqali sizdan ham buyuk inson bo'lishi mumkin. Lekin DNK bu kod. DNK bitta insondan ikkinchi insonga o'tadigan pamять, xotira va kod hisoblanadi. Mana shu geningizda ota-onangizdagi gen yoki bobolaringizdagi buyuk genlar sizda paydo bo'lishi, sizda o'sha genlar ishlashligi uchun siz tanangizda oqsil yetarli bo'lishi kerak. Chunki DNK RNKga buyruq beradi, RNK esa oqsil bilan ishlaydi. Tanangizda mana shu oqsil yetishmaydigan bo'lsa, RNK uchun material yo'q. Sizda na kletkalarda yangilanish bo'ladi, na DNK sintezlanadi, na materialingiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni sizda bor potensial, sizda DNKda, sizda avlodingizda bor buyuk potensiallar sizda ishlamaydi. Chunki siz o'zingizni mana bunaqa uglevodli mahsulotlar bilan onkologiyani rivojlanish sabablarini qilib yashayapsiz. Noto'g'ri ovqatlanyapsiz. Mana shuning uchun ovqat yeyotganda aldanmanglar. Kaloriyaga emas, sifatga, nutritseptik plotnostga e'tibor beringlar. Уже kallarni ishlatadigan, hayotga boshqacha ko'z qaraydigan zamon keldi. O'ylaymanki, bergan informatsiyam sizlarga foydali bo'ladi va mana shu mahsulotdan, mana shu informatsiyadan to'g'ri foydalanib, o'zlaringizni salomatliklarini tiklab, DNKlaringdagi eng zo'r potensiallarni uyg'otasizlar degan umiddaman.